Sodiq chavandoz qissasining davomi. Jaloliddin bilan bir yilda tavallud topgan Aminning Jaloliddinga o'xshab ketadigan jihatlari bor. Ayniqsa bahodirligi va xalq parvarligi bir-biriga quyib qo'ygandek o'xshash. Aminga saroy murabbiylari ta'lim bermagan bo'lsa-da, Usmon og'aning sa'y harakatlari o'laroq ot minish, shamshir o'ynatish, har qanday pahlavonlar bilan kurashga tushsa, ularni ko'tarib chopa bilish san'atlariga iqtidori yetar edi. Eng mukammal jihati esa Allohdan o'zga hech kimdan haqiqat ro'barosida qo'rqmaslikni shior qilgan. Bo'tan, sen aytayotgan gaplaring haq. Men agar qavm ustida yetakchi bo'lib turmaganimda edi, sodir bo'layotgan fitnalarni tark etib, qo'y-qo'zilarni haydab tog'i toshlarga chiqib ketgan bo'lar edim. Ammo qavm ustiga balo yopirilib kelayotganda, ularning barchasi senga o'xshab mendan kengash so'rab kelishadi. Jaloliddinning o'z momosi Turkon xotin uni vorislikdan mahrum qilgani rost. Turkon xotinni o'ta xavfli ayol deb bilaman. Saroy ichidagi saltanat ishlarining bari o'sha ayol tomonidan boshqarilishida shubha yo'q bo'tan. Ko'p hollarda o'g'li Muhammad Xorazmshoh tarafidan e'lon qilingan hukm va farmonlar Turkon xotin tarafidan hech qanday asossiz, kengashsiz bekor qilinadi. U ayol hatto o'ziga Gurganch shahrini xos poytaxt qilib olib, u yerda saroyi ham mavjuddir. Moliyaviy ishlarni, arkoni davlat va saroy amaldorlari ustidan ham hukmronlik qiladi. Astag'firulloh. Usmon og'a mendan-da ko'p ma'lumotlarni bilar ekansiz. Axir ayol kishi er kishilar ishiga aralashishi xayr olib kelmaydi-ku. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam betob bo'lib qolgan kunlari o'rnalariga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni imomlikka o'tishga buyurganlarida ayollar u kishini namozda yig'lashlarini aytib, Umar ibn Hattobni imomlikka o'tishlari yaxshi bo'lishlarini aytgan ekanlar. Shunda muhtaram payg'ambarimiz ayollarga jiddiy turib, o'zlari aytgan Abu Bakrni imomlikka o'tkazganlar. Dar haqiqat Rasulning ishiga biz uchun katta ibrat bor og'a. Juda haq. Ayollarning o'ziga xos yumush vazifalari bor bo'tam. Hatto men ayollarimni birortasini er kishilarga xos ishlarga aralashtirmayman. Shu bilan birga ularning maslahatiga ham quloq solaman. Ularni birini ikkinchisidan ortiq sanamayman. Farzandlarimni ham. Ana shu adolatingiz sabab sizni ahli ayollaringiz, barcha farzandlaringiz va eli yurt sizni ardoqlab keladi. Mening ehtiromim esa sizga ulardan ham yuqori deb bilaman Usmon og'a. Siz menga yetim qolgan kezlarim, ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'ldingiz. Eng asosiysi, ulug' dinimiz xulqi ila xulqlantirib tarbiya etdingiz. Bu mening musulmonlik burchim edi bo'tam. Ovulimizda birgina yolg'iz sen ota-onasiz qolsang, qaysi bag'ri qotib ketgan odam seni tashlab yuborishi mumkin edi? Bu ovuldan men esimni taniganimdan buyon biron kimsani bag'ri tosh bo'lganini eshitgan emasman. Uylaringizga kech tun olov tushib yongan kecha men G'aznadan qaytayotgan edim. Hamma ovuldagilar tunning shirin og'ushida orom olib uxlashayotgan edi. Uylaringizdan bo'rsiqib chiqayotgan olov endigina atrofga bilina boshlagan edi. Men yonimdagi hamrohimga qavmni uyg'otishni buyurdim-da, uylaringizga chopdim. Otang seni tashqarigacha olib chiqqan, onangni qayta kirib olib chiqmoqchi bo'lganda tom har ikkalasini bosib tushgan edi. Allohning taqdiri, biz ojiz insonlarning qo'limizdan hech narsa kelmaydi bo'tam. Amin unsiz Usmon og'aga quloq solib, uni jon qulog'i bilan tinglar, o'zi eslay olmaydigan ota-onasini xotirlashga harakat qilar edi. O'zining xaloskori bo'lgan va bag'riga olib ulg'aytirishga sabab bo'lgan Usmon og'aga mehri ko'zlari bilan qarab turardi. Usmon og'a esa Aminni o'tmishini so'zlashda davom etardi. Seni olib uyimga olib kelganimda barcha xotinlarim senga yopishib, talashib ketishdi. Uyimiz, xo'jayin, sizdan o'tinib so'rayman, go'dakni menga bering, men boqay, men qaray degan so'zlarga to'lib ketdi. Qarasam to'rtala xotinimgina emas, kuyovga uzatgan qizlarim ham, yangi olgan kelinimiz ham seni olishga talashuvga tushgan edi.
Oxiri ularga Bibi Maryam yanglib, unga ham Qur'a tashlaymiz dedim. Barchalari rozi bo'lishdi. O'zimni ham Qur'a ichiga qo'shdim. Tanlashga tushdik. Allohim seni menga hadiya qildi. Qaysi kuni qaysi ayolimga kunim taqsim etilgan bo'lsa, o'sha kunlari o'shalarga seni topshirib, ular bilan birga qarab bordim. Ularning g'alvalaridan qutuldim deb tursam, yanglishgan ekanman. Qavm kattalari meni oldimga yig'ilib kelishdi va bolaga sengina haqli emassan, ey Usmon deyishdi. Men ularga aytdim: "Axir Robbim, Alloh meni o'sha tuni bu bolaning uyi yonidan o'tishga nasib qildi-ku, bu bola mening chekimga tushdi-ku. Endi uyimdagilarning g'avg'osidan qutulganimda sizlar talashgani keldinglarmi?" dedim-da, yonimdagi qilichimni qinidan chiqarib, kimga bola kerak bo'lsa, menga shamshiri bilan chiqsin. Agar meni mag'lub etsa, bolani mayli olib ketib qo'yaversin dedim. Qavm meni vajohatimni ko'rib, "Ey Usmon, sen hali o'z qavmdoshlaringga, musulmonlik qoni oqib turgan odamlarga qilichingni yalang'ochlaysanmi?" deyishdi. Men shoshqaloqlik va tezlik qilib qo'ygan ishimdan uyalib, qilichimni qiniga soldim. Ulardan kechirim so'radim. Ular menga biroz tikilib turishdi-da, menga yana: "Seni ey Usmon, haqgo'yligingni juda yaxshi bilamiz. Yetimga g'amxo'rligingni ham bilamiz. Ammo sen bizni qiliching bilan qo'rqitmoqchi bo'lganing juda biz uchun ayanchlidir. Senga kuchimiz yetmasligiga amin bo'lgan holda aytamizki, sendan mutlaqo qo'rqmaymiz ham. Kuchliliging bizni qaddimizni ham buka olmaydi. Musulmonning musulmonga qo'l ko'tarishi yaxshilik emas. Mayli, ish sen aytgandek bo'lsin, ammo bilib qo'y. Bola qiliching yoki jasurliging evaziga emas, sen birinchilardan bo'lib bolani uyingga olib kelganing uchun tortiq sifatida qoldirmoqdamiz deyishdi. O'sha kungi qilig'imdan pushaymonlik ichida yurdim. Uyimga kelgan qavmdoshlarimni ko'rsam, yuzlarim qizarib, yuragim hapriqar, o'zimni qo'ygani joy topa olmas edim. Ular esa menga jilmayib qarashar. Sen yonimda bo'lgan kezlarda esa boshingdan silashib, "Amin, yashayapsanmi, sokin" deb qo'yishar edi. Menga esa: "Ey Usmon, hijolat chekishni bas qil endi. Axir majoro yaxshilik ustida bo'lib, yaxshilik ustida barham topdi-ku. Qavmimiz seni xo'p yaxshi ko'ramiz. Payg'ambar bilan birga bo'lishni istading xolos. Bo'ldi qil endi ey Usmon." Men juda xursand bo'ldim. Ular mendek yetimga tashna edilar. Yetimni topish amri mahol bo'lsa, bozorlarda sotilmasa, otalari bolalarini tashlab ketmasa, bu qavm qanday qilib yetim parvarishlaydi? Uni savobiga qanday yeta oladi? Shuning uchun ular seni mendan olib ketishmoqchi bo'lgan edilar. Ular meni kechirishgan edi. Men esa o'zimni kechira olmadim. Shuning uchun ular mendan qavmboshi bo'lishni so'raganlarida bu xizmatlariga bajonidil rozi bo'lgan edim. Endi bu boshlanayotgan tahlikalar oldida ularni qo'limdan kelgan jonbozlikni ko'rsataman. Buyuring Usmon og'a, qachon yo'l tadorigini ko'ray? Bo'tam, avval tog'ang Niyozalidan izn ol. Keyin o'g'illarim kechga yaqin uyimga jamlanishadi. O'sha chog' batafsil kengashamiz. Usmon og'a, tog'ajonim sizga itoat etmog'imni tayinlaganlar va sizni o'zidan afzal bilmog'imni ham har doim ta'kidlaydilar. Barakalloh tog'angga. Ma'rifdek ilm shahrida tahsil olib, bizni ilmdan bahramand aylagani yetmaganidek, senga jo'yali nasihatlarni qilmoqda ekanda. Mayli, bora qol bo'tam. Tog'ang seni suyukli onajoningning eng yaqin kishisidir va undan yagona yodgorlikdir. Uni ehtiromlab, oldidan o'tib kelishing juda zarurdir. Xo'p bo'ladi. Bosh ustiga Usmon og'a. Amin burilib darvoza tomon yurdi. Usmon og'a ham uning ortidan kuzatgani ergashdi. Amin tashqarida yurgan otiga chaqqonlik bilan sapchib o'tirib joylashdi va Usmon og'aga tabassum bilan boqdi. So'ng otini burib, tog'asining oldiga jo'nadi. Usmon og'a uningga tikilar ekan, uning dovirak bo'lib ulg'ayganiga, kiygan oppoq yahtaklari savlatlariga mos turganiga, otining yonida tepkilab borayotgan tizzasigacha ko'tarilgan xushbichim etigiga, sabza urib kelayotgan erkaklarga xos siyrak soqollariga havas bilan qaradi.